Hech qanday aloqasi yo'q. Onamni aybdor qilyapsiz. Ular bizni aldashibdi. Eshityapsizmi odamlar? Bizni soddaligimizdan foydalanishdi. Bu haqda nima deb o'ylaysizlar? Bu nimasi? Bu kampir va o'g'li bizni aldab bor yo'g'imizdan ayirishdi. Biz adolat istaymiz. Adolat? Adolat shuki sizlarni ochko'zligingiz, takabburligingiz o'z boshingizga yetdi. Onam qishloqdan kelgan bo'lsa ham, sizlardan ko'ra ming chandon yaxshiroq odam. U halol mehnat bilan kun ko'rgan. Sizlarga o'xshab birovni haqqiga ko'z olaytirmagan, birovni haqqini yemagan, hech kimni dilini og'ritmagan. Eng muhimi esa dil ozorlik qilmagan. Sizlar esa mushtipar onamga tuhmat qildingiz. Oyi, yuring, ketamiz. Yuring. Mensumin, bizni shunchalik tashlab keta olmaysan. Nonkor! Sharmanda! Oyi, nega o'shanda hech narsa demay ketib qoldingiz? Suyang, boqqan otang menga hammasini aytdi. Agar yoningda qolsam, seni kelajagingga, obro'yingga putur yetarkan. Meni tashlab ketdingiz deb o'yladim, oyi. O'g'lim, seni o'ylab shunday qildim. Men bir notavon ayol bo'lsam, seni obro'ying bir pul bo'lishini istamayman. Oyi, bu gaplarga ishonmang. Siz meni onamsiz. Hech kim sizni mendan ajrata olmaydi. Otam nafaqaga chiqdi. Endi hech kim bizga xalaqit bermaydi. Siz endi rohatda yashashingiz kerak, oyi. Iltimos qilaman, unday qilmang. Rahmat. Oyi, qarang. Men o'rmon oti sotib oldim. Bugun kechqurun birgalikda Zongzi tugamiz. Duanvu bayramini nishonlaymiz. Chumin, Oyi, bilaman, meni ko'rishni istamaysiz. Meni kechiring. qorning ochmi? Nega kirmay turibsan? Oyi, aka, bu ishlardan keyin uyga qanday kiraman? Chumin, men notavon onangni kechir. Ko'p pul topa olmadim. Sen xohlagan to'kin hayotni bera olmadim. Seni ayblamayman. Oyi! Ona bolasidan xafa bo'lmaydi. Seni shaharda yaxshab qolish uchun qilgan harakatlaringni tushunaman. Eng muhimi, endi oilamiz birga. Oyi, ana Zongzi ham pishdi. Qani, yuring dasturxonga. O'rningdan tur. Endi oilamiz va nihoyat birlashdi. Yana jam bo'ldik. Chumin, nega qarab turibsan? Bor, sabzavotlarni yuvib kel. Xo'p bo'ladi akajon. Oyi, siz o'tiring, dam oling. Chumin, qani, qozondagi Zongzini olib kelchi. Hozir. Oilamiz yana jam bo'ldi. Bundan ortiq baxt bormi? Chumin, bugun kechqurun qizil sharob ichamiz. Xo'p aka, siz nima desangiz shu.